imom Buxoriy va imom Muslim ikkovlari Ka'b ibn Ujra radhiyallohu anhudan rivoyat qiladilar. Aytadiki, Ka'b Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga aytildiki, ey Allohning rasuli, sizga qanday salovat aytamiz deganlarida payg'ambarimiz aytibdilarki, qulu Allohumma salli ala Muhammadin va azwajihi va zurriyatihi kama sallayta ala ali Ibrohim va barik ala Muhammadin va azwajihi va zurriyatihi kama barakta ala ali Ibrohim innaka Hamidum Majid. Bu hammamiz bilgan salovat. Endi nima uchun aytayapman, to'xtab turing. Fassalatu vassalamu ala ali Muhammadin va ahli baytihi taqtadi an yakuna afdala min sari ahli al-bayt aw ahli al-buyut. Ali Muhammadga, payg'ambar alayhisolamning avlodiga, ahli baytga salat va salom yo'llash nimani taqozo qiladi deyapti? Bu ahli baytning, Muhammad alayhisolamning ahli baytining boshqa payg'ambarlarning ahli baytdan afzal ekanligini taqozo qiladi. Agar e'tibor qilgan bo'lsangiz, salovatda Allohumma salli va sallim ala Muhammad va azwajihi va zurriyatihi deb alohida zikr qilindi. Mana shu yerdan ham ma'lum bo'lyaptiki, payg'ambar alayhisolamning zavjay mutahharalari, ya'ni ayollari ahli baytlariga kirmagan ular. Ahli bayt hisoblanmagan. Ularni boshqa o'rni, hukmi, ahkomi, hurmati bo'lgan, lekin ular ahli bayt bo'lishmaydi. Shuning uchun bu salovat siyg'asida zavjalari zurriyotlardan alohida zikr qilinmoqda. Endi ahli baytning huquqlari, fiqhiy qarashlarga to'xtalamiz. Fala shakka anna li ahli baytin nabiy sallallohu alayhi va sallam huquqan, hech shak shubha yo'qki, payg'ambar alayhisolamning ahli baytining haqlari bo'lib, la yusharikuhum fiha ahadun min al-ummah, ummatdan hech kim ularga bu borada sheriklik qila olmaydi. O'sha huquqlar borasida. Famin tilkal huquq, mana bu huquqlardan nimalar? Mahabbatuhum, ya'ni mahabbatu ahli al-bayt. Ahli baytni sevish. Taqdiruhum aw taqdiru ahli al-bayt. Ahli baytni taqdir qilish, ya'ni mukofotlash. Va muvalatuhum aw muvalat ahli al-bayt. Ahli baytga do'stlik qilish. As-salatu alayhim aw as-salatu ala ahli al-bayt. Ularga salat va salom yo'llash. Haqqun fil xumus val fay'i. 5-inchisi haligi o'ljalar bo'lardi. Xumus 5dan 1 haqlar va fay deylardi. Ana o'shalardagi haqlari. Alloh taolo bu nasabga zakot va sadaqani harom qilgan do'stlar. Lekin umumiy tushgan o'ljadan yoki baytul moldan 5dan 1ni bularga buyurgan. Payg'ambar alayhisolamga va u zotning ahli baytiga sadaqa va zakot, nazr mollari halol emas edi, lekin tushgan o'ljalardan 5dan 1i ularga berilardi. Asli islom mamlakatlari davrida shu hukm yurgan. Ahli baytga baytul moldan demak ulushlar ajrattirilgan, sunnatga muvofiq. Bu ham ularning huquqi bo'ladi.